Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz sizlar bilan Trend Media bozoridagi trendni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bugungi mavzuyimiz demak trend mavzusi bo'lyapti. Trendimiz o'zi nima? Bozorda ikkita trend bor. Bitta asosiy gap ham bor. Trend is your friend degan. Doim trend bilan yursanglar, doim foydada bo'lasizlar degani bu. Demak, bizning trendimiz ikkiga bo'linar ekan. Birinchisi uptrend. Xo'sh. Birinchisi uptrend bo'ldi. Endi ikkinchisi. Ikkinchi tarafimizda bizda downtrend bo'lyapti. Bu ya'ni inglizchadan tarjima qilinganda birinchisi ko'tariluvchi trend, ya'ni ko'tarilib boruvchi trend. Ikkinchisi bo'lsa tushib boruvchi trend bo'ladi. Tushuvchi trend deyiladi. Shu ikkita trenddan tashkil topgan bozor. Biz doimo trend bilan birga savdo qilishimiz kerak. Trendga qarshi savdo qilmasligimiz kerak. Buning uchun bizga trend liniyalar, shunaqa narsalar kerak bo'ladi. Hozir birinchidan buni uptrend ko'rib chiqadigan bo'lsak, uptrendimiz bizda bozor ko'tarilib boruvchi deb aytyapmiz. Ko'tarilib boruvchi deb aytayotgan bo'lsak, bizda trend liniya degan narsa bor. Trend liniya chizib olishning qoidasi ham bor. Xo'p, to'la ikki og'iz gap bilan qoidasini ham sizlarga tushuntirib ketaman. Xo'p, bizda kamida ikkita minimum kerak bo'ladi uptrendda. Bu narsani bilishimiz uchun bizga kamida ikkita minimum. Bu yoqda bo'lsa kamida ikkita maksimum kerak bo'ladi. Kamida ikkita maksimum. Xo'sh, endi nimaga men uni demoqchiman? Bizda mana bozor ko'tarilib ketyapti. Mana ko'tarildi, maksimum hosil qildi, pastga tushdi, minimum hosil qildi. Ko'tariluvchi trend bo'lgani uchun o'zidan oldingi maksimumni mana buzdi. O'zidan oldingi maksimumni buzib, yana bitta yangi high hosil qildi. Balanddan ko'ra balandroq high hosil qildi va yana orqaga qaytib minimum hosil qildi. Bizda hozircha bozorda ikkita minimum mavjud. Bu birinchi minimum, bunisi bo'lsa ikkinchi minimum. Demak, bizda uptrend bo'layotgan bo'lsa, kamida ikkita minimumimiz bor bo'lsa, bizda trend liniya tortish huquqiga egamiz. Demak, biz ko'tariluvchi boruvchi trendga trend liniya tortadigan bo'lsak, minimumlarga mana trend liniyani tortib oldik. Demak, bizda bozor trend liniya davom etib ketadi, biz kuzatamiz. Trend liniya davom etdi, maksimum hosil qildi, orqaga qaytdi. O'zidan oldingi maksimumni buzib o'tdi ham. Qaytdi-da bozor orqaga minimum hosil qilish uchun qaytdi deylik. Minimum hosil qilish uchun qaytganda biz yana buyga qo'shilib olishimiz kerak bo'lgan nuqta shu tortgan trend liniyamizda bo'ladi. Bozor yana qaytib shu trend liniyamizga kelgan paytda biz savdoga qo'shilish uchun tasdiq istaymiz. Ya'ni nima qilamiz? Bu yerda bizda hozir bu trend liniyamizni biz H1 trend liniya deb olsak, H1 trend liniya. H1 da ko'rgan bo'lsak, biz bu trend liniyani bu yerga kelganda biz H1 da bozor yana trend liniyaga qaytib kelganda 3-marta kelganda M5 ga olib turib tasdiq istaymiz. Ya'ni razvorot istaymiz. Tepaga qaytishini ko'rib kuzatamiz. Bu bozor M5 ga olganimizdan keyin bu yerda razvorot bo'lsa, M5 dagi razvorotdan biz savdoga qo'shilamiz. Shu yerda trend liniya orqali savdoga qo'shilib, stop lossimiz sal trend liniyani pastrog'ida bo'ladi. Take profitimiz maksimumda bo'ladi. O'zidan bitta oldingi maksimum. Chunki bizda trendni davom ettirib, bu shu maksimumni yorib, yana bitta maksimum hosil qilgani ketayotgan bo'lishi kerak. Shunda biza trend liniyamizdagi olgan buy bitimimizni idealniy take profitini olib bergan bo'ladi. Bu birinchisi. Hop, endi sell trend ko'rib chiqadigan bo'lsak. Xo'sh, bizda bozor minimum hosil qildi, maksimum
minimum, yana bitta maksimum hosil bo'ldi-da, turibdi shu yerda. Orqagacha razvorot oldi yo'l. Xo'sh. Hozir minimum, maksimum, o'zidan oldingi minimum yorugani minimum, yana bitta maksimum va orqaga razvorot. Xo'sh, bizda bu yerda tushuvchi trend bo'lyapti, minimumlar yangilanyapti. Shundan bilib olsak bo'ladi. Endi bu yerda bizda qonunida ikkita maksimum kerak, eng kamida trend liniyani tortib olish uchun. Bizda bitta maksimum, ikkita maksimum shakllandi. O'sha biz trend liniyani tortamiz. Trend liniya tortib oladigan bo'lsak, bizda bozor endi kuzatamiz. O'zidan oldingi minimum yangilaydi, yana bitta minimum hosil qiladi-da, orqaga razvorot olib trend liniyaga keladi. Bizda bu yerda o'zidan oldingi minimum yangiladi. Trend sellda ketyapti. Hop, endi bu yerga keldi yana trend liniyamizga 3-marta. 3-marta kelganda ham biz xuddi bayda olganimizdaqa M5 ga olib turib, M5 time frame'da orqaga razvorot qidiramiz. Orqaga razvorot qidirsak, bu yerda orqaga M5 time frame'da razvorot olganini kuzatganimizdan keyin shu razvorotdan sell pozitsiyasini ochib, stop lossimizni trend liniyani ozgina tepasiga qo'yamiz va take profitimizni maksimumni minimumni 3 ga qo'yamiz. Minimum mayerda deb olsak ham mana 90% holatda bu 3-kasaniyada trend liniyada orqaga qaytish razvorot bo'ladi. Bizda sell trendimizda sellga razvorot qo'ygan joyda biz tasdiq olib sellga entry qildik va idealniy ravishda bu yerda bizga take profitimizni olib beradi va ya'ni o'zidan oldingi bitta minimumni yangilab berishi kerak. Bizda bu H1 trend liniya edi. H1 trend liniyada M5 ga olib turib tasdiq oldik. Ko'rishingizlar mumkin, hozircha shu ozgina ma'lumot yetadi. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, like bosib qo'yasizlar, qo'ldan kelgancha harakat qilib, noldan boshlab tushuntirib ketishga harakat qilaman. Hali juda ko'p esenlar, boshqa strategiyalar bor. Eng asosiysi bu trend liniya hisoblanadi, shuning uchun ham trend liniyadan boshladim. Hali bu trend liniyadan juda ko'p mavzulari bor. Hammasini chuqur o'rganib ketamiz sizlar bilan birgalikda. Hammaga rahmat, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.